Kommentariyada yozishibdi, bitta rulondan 3 ta bo'y bichilmaydi va yopishtirganda stiklari bilinadi debsizlar. Hozir sizlarga obyekt topib, maxsus joyda ko'rib turganinglardek, aboydan 3 ta bo'y kesamiz va devorga yopishtirib, stikl idealligini ko'rsatib beramiz. Qani ketdi. Bitta rulonimizni ochib, 320 o'lchab kesib olamiz. Ustiga qo'yib, yana bitta 320 kesib olamiz. 3-bo'yimizni yoniga qo'yib, podgon qilib kesib olamiz. Ko'rib turganinglardek, aboyi bichib oldik. Bizdan chiqqan отход bo'lsa, mashin bilan mana shu kusok, boshqa отход yo'q. Sizlar o'ylayotgandek, katta отходlar chiqib ketmaydi. Birinchi bu, ikkinchi bu, uchinchi bu yopishtiriladi. Aboyi yopishtirib oldik. Bizda bitta rulondan 3 ta bo'y chiqdi. Отход deyarli chiqmadi. Stikli ham chotki bilinmadi. Demak, aboyi qo'rqmasdan xarid qilaveringlar. Bu aboyimiz Diamond brendiga tegishli.